وكان يخطر ببالي وإن كان غير لائق بحالي أن أكتب لها أن يحلل صعابها ويكشف عن وجوه فرائدها نقابها، أنقذ فيه مطارح الأفكار وأوضح فيه خزائن الأسرار على وجه لطيف ومنهج منيب، إعانة للطالبين وهدية لأهل اليقين. Mening dilimga şu xotir qilib, dilim şu keştiki. Gerçi o kalbim ve inkana gayra laikin bir hali. Gerçi o mening ahvolımga uygun mas bulmagan bolsunmu, mening kalbimni keşti deydi. Nimi keşti degende ve kana yahturu bi bali. Yahturunun faili en ektuba cümle bu pil muzari enlen bolganda bunu mastar gurbadan gap bor. Kana yahturunun faili en ektuba cümle faili bu nima mastar muavval. Şu keştiki yazgayım ben o şer'i üçüncü o kitap için yoki o metn için bir şer'ini o şer'i o metnin tasiyalarini yishpirdigan bir şer'i yezish mush ish bilan qalbim kechib qoldi. Va onun birde bir uniki faroid uniki masalan birde bir yerlerden vecihlerden onun niqoblarini chun pardalarini epashadigan bir şer'i yezdigan ish meni xiyolim kechib qoldi. Onun nurgun fikirninki mesela taşlandık orullarını tenkit kılıdığan iş ve onun da çok nurgun sırlarınki ambarlarını röşelleştirdiğin iş muşun işleminin dilim geçip kaldı. Nayeti nazuk ahvalas, nazuk revişte ve nayeti sağlam bir menhecde. Nime için degende okuvchilarga yordam qilishni jahtidir ve cezmiyet ehli için sovg'a hadiya bo'lganligi uchun deydi. Hadiya bo'lsin deganlik jahtidir. ولقد طال ما جال في صدري إلى أن وقع الاحتياج في درسه. Elbette çokum uzun bo'lib ketdi. Mening qalbimda javlon qilgan narsa, mening qalbimda jalayajulo, mening qalbimda xotirimda kechib, mening qalbimga tushgan narsa shundan uzun bo'lib ketdi-da. Hatta mening darsimda buni ehtiyoj qilish ila an vaqal ehtiyoj fi darsi. Shuningki tushdi ehtiyoj mening dars qilishimga hojat tushdi. Buningda mening qalbimga meni nurg'un narsalar pichirlab qilaymi qilmaymi u bu degandek bo'lgan bo'lsa kerak. Qalbimga mayda bir narsa javlon qilish bu ahvol uzrab ketdi. Hatto mening dars qilishimga hojatmi tushdi. ثم استصعاب بعض الطلبة إلي. Ananın kenine o'quvchilarning ba'zisini, men olgan ba'zisini is'ab qutuldirib olish uchun va ila qira'atiha ladayya va uni va ila qira'atiha ladayya va uni u matnni meni qishim bir qator o'qishga hojat tushdi. Qad hayyajani ila shuru'i fi zalik. Anandan keyin menga o kitap menga mushuni ash haqida bir shariq qilishga hayyaja qo'zg'aldi degandek ma'noda menga. Wa in kuntu ba'idan an hunalika. Garchi men uni shariq qilish u ishlardan jiroq, uni saviyam biroz yetarsiz qilgandek bo'lsa-mu, men bu ishni qat'iy shunday qilishga mush vaziyat, mushlarning ehtiyoj qistida. Shuni shuru qilishga kirishga başlashga men muzdar bo'ldim. لوفور قصوري في بضاعات الفنون مع توزع حضوري وتشتت المنون لتكون وسيلة للاشتغال والمذاكرة وذريعة لاستعمال الخواطر في المطالعة مسترشدا من المرشد الرشيد الذي هو يبدئ ويعيد متجنبا عن الإطالة للسالفين ومعرضا
عن الطعن لآراء المؤلفين. Menenki yetersizligim cık uğaşka. Li kusuri. Benim yetersizlik tarafım vufur, vapir, mükemmel, tuluk degandek menen uqturduk. Benim yetersizligim cık uğaşka. Neme derse pi bidaatul funun her xil şu dini o bu ilmi pelleninki qaysi basmışlarda. مع توزع حضوري وتشتت المنون منك حضور منك tarqalib ketishlan banasinki tarqalib ketishlan va tashattutul mununi u mendeki ba ihson bu xil alayidlikniki parcha bo'linib ketishlan chechilib ketishlan mushundoq tug'an bo'lsa-mu menga qanday holda mushu kitab dars qilish qilgan ehtiyoj tushdi. Nima uchun deganda litakuna vasilatan lil ishtigali val muzakarati. Bu kitob mushu mashg'ul bo'lish, muzokara qilish vasila olsun uchun. Va bu kitoblarni mutolaa qilish haqidagi ko'ngil xotirlarni shuni ish qilishga bir vosita olsun uchun. Murshid Rashid Ta'aladan to'g'ri yo'l talab qilgan holda. Murshid Allah subhanahu wa ta'ala ki to'g'ri yo'l boshqa cho'g'an Murshid Rashid Ta'aladan to'g'ri yo'l talab qilgan holda. Andaq bir murshid va Rashid bo'lgan zotki boshda albatta paydo qilgan zot buni yo'q qilib va keyin uni qayta iyoda qila oladigan zot u. Jirah bo'lgan holatda anil itolati lissapilina. Tevenki qadam, tevenki mustavalidin, tevenki mustalaga gapni bak uzun qilib qo'yishsin. Jirah bo'lgan holda. Va mualliflarning ko'z qarashiga ta'na qilishdan, voy anda xo'p qapti, manda san bo'ladi, manda san bo'ldi degandek yozuvchilarning ko'z qarashiga ta'na qilib, har xil fikr takkizib qilishdan yuz yurgan holatda oxiri mushuni qilishga majbur qoldim. Garchi mening qalbimda bu kitobni meni dars qilishga ehtiyoj javlan qilib, menda bir uzrab ketgan bo'lsin.